Erkin elektromagnit tebranishlarini to'liq tushunish uchun avvalo tebranish konturining asosiy qismlarini ko'rib chiqaylik. Ular induktor va kondensator. Dastlab kondensator to'liq zaryadlangan bo'lib, barcha energiya uning elektr maydonida, ya'ni plitar orasida saqlanadi, chunki magnit maydon hali mavjud emas. Kondensator induktor orqali zaryadlanar ekan, elektr maydon energiyasi induktor atrofida spiral shaklida bobin atrofida magnit maydon energiyasiga aylanadi va kuchlaydi. Kondensator to'liq zaryadlanganda induktorning magnit maydoni maksimal darajada to'liq yetadi va barcha energiya unda magnit energiya shaklida saqlanadi. Jarayon teskari bo'lganda magnit maydon qulab ketadi. Kondensator plitalari qarama-qarshi qutblik bilan qayta zaryadlanadi. Bu elektr va magnit maydonlari o'rtasida energiyaning doimiy almashinish sikli erkin elektromagnit tebranishlarining mohiyatini tashkil etadi va bu jarayon takrorlanadi.